Do'stlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Abdurahmon. Bugun 24-aprel. Do'stlar, bu novvoslarni 20-yanvar kuni sotib olganmiz. 3 oydan 4 kunlik o'tdi hozir. Bu videoni olayotganimdan sabab do'stlar, Ideal Corumdan 10 ta qop olib keldim. Bugundan berishni boshlanadi. Bu vaqtgacha bo'lsa uyda bor yemlardan o'zimiz o'zbekchilikda bor-ku, qo'lda bor narsani kun o'tsinga bo'ldi deb baqilgan novvoslar. Hozir bular rasmlarini qo'yib ketaman, olingandagi holatlarini. Buni olingan narxi 14.3. Hozirda yelkalari yo'q. Hali o'cha vesovorgan yo'q. Ikkinchisi o'zi bu etli novvos edi, lekin ozgina bu orqaga ishladi. Buni ham ko'rishlari mumkin. Bunda ham yelka yo'q hali. Bu 13.8 ga olingan novvos. Endi bunisi eng arzoni 13.5 ga olingan novvos bu. Olingandan ancha arvoq edi, hozir sal ozgina yetib qoldi. Novvoslarda holatlari. Bugun ertalabdan berishni boshlandi. Ideal Corum. Beda samonli ratsion. 2,5 kilo beda, 2,5 kilo samon. Besh yarim kilodan yem. Ko'rishlari mumkin. Ozuqasi. Yemishi. Oldida birinchi mahaldan ikkinchi mahalgacha borguncha ozuqasi turishi kerak. O'sha mahalgacha samon ko'paytirilaveradi. Yem emas.